Assalomu alaykum. Demak, bu mening zakazlarim, to'g'rimi? Albatta, bu zakazlaringiz. Yaxshi, vaqtida olib keldingiz. Demak, ham shu narsalarni zakaz qilgan edim. Ha, mayli, men kartaga to'lab qo'ygan, oldindan to'lab bo'lgandim. Mayli do'stlar. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan yana samimiy xush kelibsizlar yangi videoga do'stlar. Do'stlar, men yana yaqinda ya'ni marketdan narsa zakaz qilgan edim do'stlar. O'sha narsalarim keldi do'stlar, chunki bu narsalar bilan portal quraman, ya'ni multfilm portaliga olam ochaman do'stlar. Olamiga portal kerakchi do'stlar. Hozir bu narsalarni qurib ko'ramiz. Oldin men narsalarimni olib olishim kerak. Do'stlar, oladigan narsa kirkamam qolmabdi, anaqam, ya'ni tomorqam tozalab olishim kerak. Ketmonim qolmabdi. Shuning uchun qo'lni tozalaymiz, nima qilamiz boshqa. Mayli do'stlar, mana bilan tozalab olsak va qilsak yaxshi bo'lardi. Chunki o'sib ketadi do'stlar, shuning uchun yangilab olaman. Chunki shunga bilet. Men ketmoqchi edim. Bir olamiga ketamiz do'stlar, korotchi, va bu yerdan tak do'stlar, endi ketsak ham bo'ladi va mana bu yerdagi narsalarimni olib olaman. Yaxshi. Do'stlar, shu narsalar bilan anaqa mayli multfilm olamiga portalni ochamiz. Ya'ni quramiz va bo'ldi do'stlar. Do'stlar, endi qurishni boshladik. Bu yerdan do'stlar nima qilamiz? Birinchi mana bularni qo'yib olish kerak. Bo'ldi va mana bu yerga ham qo'yib olish kerak. Yaxshi, va tepasiga mana bunday kichkina pastiga oltin blok qo'yish kerak va tepasiga kichkina blokni qo'yish kerak. Yaxshi. Mana buni bu yerda qo'ymaylik. Iflos bo'lib ketadi qishlog'imiz. Yaxshi do'stlar, mana bu yerga esa mana buni qo'yib olamiz tepasiga do'stlar. Shunday qurilar edi. Yonlariga ham qo'yib chiqish kerak do'stlar. Kecha do'stlar, o'rnatga qo'yish esdan chiqibdi-ku, mayli, mana bu yerga ham qo'yib olsak yaxshi bo'ladi. Tak, endi bu yerga mana eshik qo'yish kerak do'stlar. Mana bu yerga stop. Bekor qo'yib yuboribman. Do'stlar, endi kirkani olib sindirib chiqish kerak do'stlar. Mayli, uydan kirkani olaman. Muammo emas. Mana do'stlar, kirkani ham olib keldim do'stlar. Endi bu yerga to'g'ri qo'yishga harakat qilaman. Mana bu yerga do'stlar, men xato qo'yib yuboraman. Mana bu yerga qo'yish kerak. Ana do'stlar. Tak do'stlar, uje tayyor bo'ldi. Mana bu yerdan ketamiz. Knopkani tashqariga qo'yish kerak edi, adashmasam. Shunaqa qurilardi portal. Do'stlar, menimcha yaxshi bo'ldi. Tak do'stlar, endi men narsalarimni qo'yib chiqsam, birdan multfilm olamiga ketamiz do'stlar. Yaxshi, bularni qo'yib chiqaman, telefonim qoladi. Tak bo'ldi do'stlar. Yaxshi, endi mana bu yerda bilan ketamiz do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va biz ketdik. Va qani? Oyoq do'stlar qimirlayapti. Yo'q. Do'stlar, qimirlayapti nimagadir. Stop, menimcha keldik do'stlar. Qimirlash to'xtadi. Tak, qani? Stop. Do'stlar, ko'ringlar, va nihoyat biz multfilm olamiga portal orqali keldik do'stlar. O'xshadi rostdan ham. To'g'ri do'stlar, hamma narsa multfilmniki do'stlar. Multfilmdagi tekstura do'stlar. Yo. Mana bu yerlarni aytmaysizmi? Hatto mana bu inventarim ham yashil detskiy bo'lib qolgan. Mayli. Tak do'stlar, endi hamma joyda tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, suvni ham qaranglar. Suv ham hattoki detskiylarniki, ya'ni yosh bolalarning suvi. Hamma narsa multfilm bo'lib qoldi do'stlar. Mayli do'stlar. Mana bu yuklar ko'rishingiz mumkin. Boya uyimda turganda, do'stlar, bu mening uyim emas. Prosta o'zimning olamdagi narsalar bunga ham turadi, lekin bu mening uyim emas. Do'stlar, mayli do'stlar. Bu olamda menga o'xshagan samika bo'lsa kerak, yana bilmadim. Mayli do'stlar, bu mening uyim emas. Do'stlar, birinchi o'rinda biz ana yerlarni ko'rib kelamiz. Do'stlar, ana yerda adashmasam botqoqlik bor edi, suv qanday ko'rinar ekan do'stlar, sizlarga ham ko'rsataman. Do'stlar, daraxtni qaranglar, teksturasini. Bir blokka o'xshaydi-ku. Mayli, mana bu yerlardan ham ko'ramiz. Do'stlar, mana buni qaranglar, bir blokli tekstura. Yo. Do'stlar, suvni qaranglar, hattoki ochiq. Minecraftda to'q ko'k bo'lsa, bu ochiq ko'k do'stlar. Lekin menga suv yoqdi, tekstura menga yoqyapti do'stlar. Sizlarga yoqdimi do'stlar? Kommentariyaga baho berib qo'yasizlar do'stlar. Yaxshi do'stlar, mana bu hattoki tomorqalarni qaranglar do'stlar. Mana bu yerda ekinlar ham hattoki multfilmdek. Yo. Lekin menga yoqdi do'stlar bu tekstura. Oddiy Minecraftdagidan ko'ra quvnoq, ya'ni vibe beradi, normalniy. Hatto mana bu chiroqni, shamni qaranglar do'stlar. Ozgina o'zgaribdi, mayli. Tak, bu quduqni stop, bu yerda nima bor? Do'stlar, tushib ko'ramiz do'stlar, balki bizga sovg'adir. O'zga olamdan kelganimiz uchun. Do'stlar, mana bu yerda qaranglar, qanday narsalar bor. Mayli do'stlar, olib ketamiz, chunki balki bizga sovg'adir bu narsalar.
sovg'a tayyorlab qo'ygandir. Ya'ni multfilm qishloqlar. Yana bilmadim do'stlar, olib ketdim, baribir hech kim indamasa kerak. Mana bu qishloq ham indamayapti-ku, hammayli. Rostdan mana bu qishloqqa indamadi do'stlar. Menimcha ularniki emas. Hammaylar do'stlar olib ketdik bularni do'stlar. Juda ko'p boy ekanligi bu multfilm anaqa. Hattoki mana buni qaranglar, bug'doyni do'stlar qanchalik chiroyli ko'rinyapti. Lekin juda yoqdi menga bu tekstura pak. Va do'stlar mana bu oynalarni qaranglar. Bu uyga kirib ko'ramiz. Bu yerda narsalari ham turgan ekan. Tortda yeymiz, mayli. Mana buni sindirish kerak do'stlar. Pastga tushib ko'ramiz, nimadir bor ekan. Yaxshi, bularni solib qo'yamiz. Va bo'ldi. Tak do'stlar, loyda qaranglar. Bu yerda hech nima yo'q qo'ygan. Rachak bor ekan-ku bu yerda. Mayli do'stlar, ochib ko'ramiz va bu yerda sandiq. Yo do'stlar, bu yerda buncha ko'p narsa boyliklar. Do'stlar, bularni ham olib ketaman, baribir meni hech kim tanimasa kerak bu yerdagi. Do'stlar, o'zimni olamimga olib ketaman, baribir meni topa olishmaydi. Partlarni buzib ketaman-ku baribir ketganimdan so'ng. Hammayli do'stlar va yana qayerga borsak bo'ladi. Do'stlar, yana qayerga borsak bo'ladi? Menimcha do'stlar, hamma joy do'stlar, hattoki multfilm, uyim ham multfilm, faqat bu mening kopiyasi. Hammayli do'stlar. Do'stlar, endi ketsak ham bo'ladi, vaqt bo'ldi. Do'stlar, ketish kerak, portal tugab qolishi mumkin, vaqti ishlamasligi mumkin. Va do'stlar, ketyapman. Do'stlar, qimirlashni boshladi do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va men olamimga ketyapman. Hammaga xayr.